2019-yili Ukrainada bo'lgan Xarkov shahrida fast foodchi bo'lib ishga kirganmiz. O'zimizni shavarmaxonamizni rahbar tarafidan aytildiki, boshqa ishni harakatini qilgin, bu yerda sotaman. Boshqa ish qidirishga harakat qildim. Shunda fikr uyg'ondi. Kichkina budka edi. So'radim, qanchaga sotasiz? $1750 beraman sizga işte. Qo'limda $2000 pul bor. $500 bilan to'g'ri ishlaganman. Yana ozgina u yerdagi mahsulotlar uchun ham pulim bor edi. Shunda aytdimki, menga $1500 bering, men o'zim yurgizdiraman. Shunaqa desam, u kishi ham rozi bo'lishdi. Xursand bo'ldi. Bilakis bizga sen o'zing yurgizdirsang yaxshi menga endi işte. Biznesimiz ham shu bo'ldi. Biznesga qadam tashlashdik va 5-6 oy davomida yaxshi daromad ko'rdik va undan keyin karantin bo'lib qoldi 2020-yil mart oyida. Shunda biz o'sha yetkazib berish orqali ishlashni boshladik. Unda biz O'zbekistonga qaytishga harakat qilish boshladik. Ya'ni karantin bo'lib qoldi, hamma o'zini vataniga qaytish boshlandi. Shu bilan u yerdagi o'sha eronlik kishiga $1500 olgan narsamizni $4000 sotib qaytib keldik O'zbekistonga. O'sha daromad bilan kichik bizneschilarni ochishlik bilan boshlanib ketdi. Ya'ni buni asosi undan kelgan foydadan mana shu kungacha asos solgan brendlarimizni zamiri tagi shunga borib taqaladi.